Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tirik Qur'on bo'lganlar. Sahobalarning xulqi islom bo'lgan birodarlar. Chunki bu insonlar buyuk avlod vakillari edilar. Chunki ularga qarang, qanday sharafda edi. Alloh ularni tanlab oldi. Nima uchun? Muhammad alayhisalomga hamzamon bo'lishligi uchun, u zotga ham suhbat bo'lishligi uchun, u zotga hamroh bo'lishligi uchun. Bundan ortiqroq sharaf bormi oddiy insonga? Alloh o'zi tanlab oldi bu bandalar. Nimaga siz bilan biz o'sha paytda yashamadik? Demak, unga loyiq emas edik biz. Demak, biz ko'tara olmasdik ular ustiga tushgan yukni. U sharafga biz loyiq emas edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloh qad ixtarani va ixtarali ashabi." Alloh meni tanladi va men uchun ashoblarimni tanlab berdi. Alloh tanlagan odamlarga